Marhamat. Sevtraksion inyeksiya qilish qoidalari. Inyeksiya joyi mana dumbaning tepa tashqi qismi mana. Iloji boricha sal teparoqqa qilib kerak. Chunki bog'da yoq qatlami bor, ignamiz kalta. Yoq qatlamni o'zi inyeksiya qilib qo'ysak, bez bo'lish ehtimoli ortib ketadi. Shuning uchun mana iloji boricha 3 ta spirtli paxta bilan qilsangiz, ukolingiz ham og'riqsiz bo'ladi, bez bo'lish ehtimolini oldini olgan bo'lasiz. Buni sal ignasini bo'shatib olamiz. Birinchi shpritsimizda Novocain jo'natamiz. Qarang. Spirt bilan artilgan joy, ignani sekin kiritamiz. Orqaga tortib ko'rasiz, haligi ba'zida bo'ladi, qon tomir tushib qolishi mumkin-da, igna. Qon keladigan bo'lsa, Novocainni jo'natib bo'lmaydi. Davleniyani pastlab boradi. Sekin Novocainni inyeksiya qilamizda, og'riqsizlantirib olamiz mahalliy. Yaxshi ma'lummi? Bu og'ritmaydi. Endi qaranglar. Sevtraksion ukolimiz eritib olganmiz. Buni Novocainda eritganmiz. Ignasini olib qo'yamizda, buni ignasini ajratib turib, sekin-asta Novocainni inyeksiya qilamiz. Qon chiqdi. Yaxshimi? O'zingiz sekin qilyapsizmi? Sekin qilmasangiz ortadi bu. Yaxshimi, og'riq yo'qmi? Og'riq yo'q. Nimaga sekin qilyapsiz? Hali ukol tarqaydi-ku. O'sha jarayonni siz bag'dan itarib tezlab olsangiz, nariga Novocain anesteziya qilishga ulgurmagan joylarga o'tib ketib qoladi-da, og'riq beraveradi. Keyin bosib turish kerak inyeksiya joyini. Organi yo'qmi, yaxshimi? Yo'q, yaxshi. Bosib tursangiz o'zi qarang. Managa qilmadik-da biz. O'tgan safar siz inyeksiya qilgansiz managa. Ko'ryapsizmi? Bayda ezganimda mana yoq qatlam turibdi. Dumba yog' bo'ladi bilsangiz. Muskulga o'tguncha ancha vaqt ketadi. Mana men muskulni o'ziga qilaman mushakka. Bez ham bo'lmaydi bayda, haligi dori tezroq so'riladi. Asoratda qoldirmaydi ancha. Bosib turish kerak inyeksiyadan keyin. Bo'ldi.